Assalomu alaykum. Bugundan boshlab Roblox o'yinini noldan tortib o'rganamiz. Buning uchun biz Play Marketga kiramiz. Play Marketda mana bunaqa lupachadan istashda Roblox deb istab olamiz. Mana o'rnatishda bosamiz. O'rnatishni kutamiz. O'rnatishda bosganimizdan keyin bu zagruzka bo'ladi. Ekranimizga o'tadi. Ekranimizga o'tgandan keyin biz o'yinni boshlaymiz. Kutamiz. Men masalan o'ynamaganman, bilmayman Robloxda qanday o'ynaladi. Xudo xolisa birgalikda o'rganib o'ynaymiz. Hozir ozgina qoldi skachat bo'lishiga. Xo'p, mana o'ynashda ochamiz. Mana Robloxda birinchi modda. Mana masalan men bilmayman. Mana ekranimizni qulfini ham o'zgartirib oldik. Birinchi akkauntga kirishimiz kerak ekan. Yanvar tug'ilgan oy kunlarimizni qo'yib olamiz. Yana nimasi? User. Username kerak ekan. Yana numbers raqam qo'ymabmiz. 16. Shunaqa.